2017-2018 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun o'tkazilgan test sinov natijalari e'lon qilindi. Erta tongdan abituriyentlar qabul komissiyasi natijalari ilingan taxta oldida javob varaqasi raqamini oliygohga kirganlar ro'yxatdan izlashdi. Batafsil hozirgi lavhada. Bu yil barcha oliy ta'lim muassasalariga bakalavr yo'nalishi uchun 66.316 nafar abituriyentdan 18.194 nafari davlat granti va 48.122 nafari to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilindi. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga esa 3000 dan ko'proq hujjat topshirgan nomzodlardan faqat 400 nafari qabul qilindi. Abituriyentlarning ko'pchiligi davlat test markazi saytida joriy etilgan SMS xabarnoma orqali test natijalari haqida ma'lumotga ega bo'lishgan. Lekin shunga qaramasdan aniqlik kiritish va ishonchi komil bo'lishi uchun ular oliygohga kelishdi. Men javoblar ko'rishga keldik. Sharqshunoslik institutining iqtisodiyot fakulteti, Uzoq Sharq fakultetiga to'lov kontrakt asosida qabul qilindi. Biz xursandmiz. Institut oldida tushkun kayfiyatda qaytib ketayotgan va kerakli ballarni to'play olmagan abituriyentlarni ham uchratish mumkin. Ayrim abituriyentlar esa javoblardan norozi va qayta ko'rib chiqish uchun komissiyaga ariza topshirish niyatida. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetidagi test natijalari e'lon qilingan ro'yxat oldida ham ko'plab abituriyentlar to'plangan. Mazkur yilda universitet 1600 nafar abituriyentni o'qishga qabul qiladi. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 9 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim beradi. Bu yo'nalishlarning barchasi axborot texnologiyalari bilan bog'liq. Kunduzgi va maxsus sirtqi bo'limga o'tgan o'quv yilida 1335 ta, mazkur yilda esa 1600 ta o'ringa abituriyentlar qabul qilindi. Maxsus sirtqi bo'limga o'tgan yili 50 ta o'rin ajratilgan edi. 2017-yilda esa 100 nafar abituriyentlarni qabul qildik. Umumiy hujjat topshirganlar soni mazkur o'quv yilida 12224 tani tashkil etib, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga qaraganda 1500 taga ko'p. 609 nafar abituriyentlar esa maxsus sirtqi bo'limga hujjat topshirgan. Bu ko'rsatkichlar o'z o'rnida axborot texnologiyalariga bo'lgan talab oshayotganligini isbotlamoqda. O'qish balining pastligiga ta'sir etgan asosiy omil imtihon jarayonlarida qattiqqo'llik bilan tekshiruv olib borilganligi bo'ldi. Bunda turli aloqa vositalari, kitob, lug'at, javob jadvallari va boshqa shpargalkalarni olib kirishga uringan abituriyentlar komissiya a'zolari tomonidan imtihonga kiritilmagan. Lekin bu kabi taqiqlar testga chindan ham tayyorgarlik ko'rgan abituriyentlarga salbiy ta'sir qilmadi. Materiallarni o'rganish bilan o'tkazilgan uyqusiz tunlar natijasi imtihon javoblari e'lon qilingan ro'yxatning yuqori pog'onalarida o'z aksini topgan. Ko'pchilik o'z quvonchini yashira olmadi. Iqtisodiyot va menejment fakultetiga 183.8 ball bilan davlat granti asosida o'qishga qabul qilindi. Bundan xursandman. Bunga albatta katta yordam bergan o'sha prezidentimizning qarorlari bilan qilingan harbiy xizmatni o'tganlar uchun berilgan imtiyoz ham katta yordam bo'ldi. O'zimiz ham bilimimizga ishongan holda, rosa tayyorgarchilik qilgan holda mana hozir mandat chiqadi. Mana bizni kirimiz aytibsizki, biz rosa ham xursandmiz. Biz telekommunikatsiya fakultetiga kirdik. Hammamiz xursandmiz. Mana uchalamiz ham kirganmiz.